Assalomu alaykum birovlar obunachilar. Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga 4 ta boks apparatimiz uстановкасini bitirib oldik. Chiroyli qilib qo'ldan kelgancha zo'r qilib video obzor qilib tushuntirib ko'rsatib beraman. Boshni artadigan joydan boshlab nimalar qo'yilganligini ko'rsatib beraman. Boshni artadigan joyimizni firmalarning qilingan holati, qanaqa tayyorgarlik qilinganligi, ustunlar bilan yopilganligi. Ana bu pilsosimiz. Motor ham juda ham kuchli ishlaydi, filtrlari ham yaxshidan qo'yilgan. Pilsosni, kirni, musurni, suvni tortadigan hamma narsani tortadi. Hech nimadan qaytish yo'q. Suvni ham o'zi tortaveradi. Zo'r pilsos, ishlashlari ham juda ham yaxshi. O'chirib yoqadigan joyi yuqorida bo'ladi. Chilankasi 8 metr bitta moshina bemalol aylanishga yetarli. Orqasida o'zini qo'yadigan joylari bor. Bunaqa pilsosimizdan ikkita qo'yilgan, latta artadiganlarimiz ham bor. Latta artadiganlar. Suxoy tumanimiz. Suxoy tumani ham hozir ishlashini chiroyli qilib video obzor qilib ko'rsatib beraman. Suxoy tumanga Lakosi, Narkotik, Okean Sheyx, Chanel. Har doimgidek 5 xil hidi bor, chernetil shin bor, patkatka shin bor. Bunga bonusli variant qilingan. Bonusli variant qilingan 20% bonus qilib beradi. Misol men 50 ming so'm pul tashladim, shuni 20% qilib 60 ming so'm qilib ko'rsatib beradi. 10 ming so'm tashlasa 12 ming so'm qilib chiqadi. Ya'ni klientimizning xohishlariga qarab xohlagan bonuslari qo'yiladi. Suxoy tumanida ishlatib chiroyli qilib video obzor ko'rsatib beraman hozir. Suxoy tumanimiz ham bemalol mashinani xohlasa oldiniga, xohlasa orqasigacha bemalol yetadi. Okean hidimizni bosib ko'rsataman. Suxoy tumanimiz chiqishlari juda ham zo'r chiqibdi. Bunga eng katta ten 3000 talik ten qo'yilgan Suxoy tumanga. Bu Suxoy tumanga ham xuddi ekonom variant bor. Hidlarni chiqarishi, hidlarni xarajat qilishlari juda ham ekonom variantga ishlab beradi. Suxoy tumanining ichidagi holatini obzor qilib ko'rsatib beraman. Yaqinroq olib kelib ishini ko'rsamiz. Tip avtomatikasini tayyor holati, platasi chiroyli akkuratni qilib yig'ilgan. Pul solganda pul birinchi listiga tushadi. Pastga 5 xil dozator bor, klapillari bor, tent katta 3000 talik tent qo'yilgan, o'zining ichida kullari ham bor. Buni ancha proverka qilib ishlatib ko'rdik. Hidlar holi umuman kamaygani yo'q. Bu ham ekonom variant qilib yig'ilgan, klientimizga juda ham ekonom variantini ishlab beradi. Suxoy tumanimiz shunaqa holatga, pilsosimiz yana bitta bor. Bunaqa pilsosdan bitta sushkaga ikkita qo'yilgan. Latta qisadigan ham ikkita qo'yilgan. Bu rukomoynik. Lattani yuvish uchun ishlab beradi. Pastda pedali bor. Pedalni bosganda ustidan suv keladi. Ana endi moykani holatini sizlarga ko'rsatib tushuntirib beraman. Tashqarida 4 ta boks qo'yilgan. Texnik kontamiz ko'rsatib beraman. Oxirida keyin moykani ishlashini bitta mashinani yuvib, video obzor qilib ko'rsatib beraman. Motor xonamiz, bu tomonda pena bilan ximiya bochkasiga solib, chiroyli qilib akkuratni taxlab qo'yilgan. Hammasi chiroyli akkuratni holatda turibdi. Klientimiz bemalol kirib ishlagan paytlarga ham hech qanaqa xalaq qilmaydi. Ikkita ximiya bu tomonda, ikkita ximiya u tomonida turibdi. Santexnikamizning holatlari bypass, motor pompa. Pompa italyanskiy are pompa bo'ladi, 250 barga ishlaydigan. Motor ham Automax yaxshi motordan qo'yilgan. Tip avtomatikamizning ichidagi holati. Tip avtomatikamiz ham inverterlik varianti, bu ham ekonom, shampunlarni, suvlarni, toklarini ekonom qilib ishlab beradi. Faza zashta, pult upravleniyni zashta qilib turadi, bu motorni zashta qiladi. Bu shampunlarni ishlashiga ekonom bo'lib ishlab beradi. Bunda 7 ta funksiya bor, 7 ta funksiyaga 7 xil davleniyaga ishlaydi. Turbo voda, обычный voda funksiyalarga qarab, оборотga qarab skorisi o'zgaradi. Обратка shlankalari ham, shlanka trassaga ketadigan shlankalari ham yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz, 8 lik shlanka bo'ladi, 8 mm shlanka 600 barga ishlaydi. 600 barga ishlaydi, -40 +120 gradusgacha bemalol chidamli zo'r shlanka. Tak, dozator shampun tortadigan ulkalarimizga keladigan bo'lsak, bular ham Chesi turetskiy original dozator shampun ulkalari qo'yilgan. Osmos apparat 1 tonnalik osmos apparat qo'yganmiz. Moyka polniy sistemasi vodaga ham, osmosga ham 7 ta funksiyaga ham osmosga ishlab beradi. Bochkalar postavkaga turgan holati 2 metr yuqori balandlikda turibdi. Pastga xalaqit qilmaslik uchun santexnikalarni montajlarini o'zimiz qilib beramiz. Klientimiz texnik komtaga 380 tokni xuddi shunaqa holatga kirgizib qo'yishlari kerak bo'ladi. Tokni 380 tushirgandan keyin bitta avtomatni bizlar uchun tushirib qo'yadilar. Biz bu 380 avtomatni o'zimizga motorni shiftlariga, ishlashlariga ishlatamiz.
bochkalarga postavka qilib qo'yilishi kerak bo'ladi. Bochkani olib bersalar, montaj xizmatini o'zimiz tekinga xizmatini ichida qilib beramiz. Tak, pult upravleniyamizga ham 20% lik skitka qilingan. Bunga ham 1000 so'm tashsa 12000 bo'ladi, 20 tashsa 22000 so'm bo'ladi. Tak, o'z pult upravleniyani ishlash holatlarini ko'rsatib beraman. Pult upravleniyamizning ko'rinish holati. Bunda ham 7 ta funksiya bor. Voda, turbo voda, voz, osmos, pena, aktivniy kimyo, nano shampun bor. Pult upravleniyamiz usti shishadan, korpus nержавейкаdan bo'ladi. Penamizni bosib ko'rsatsam hozir sizlarga. Pena qizil rangda chiqadi, aktivniy kimyo oq rangda chiqadi. Shampularimiz gözler baho berasa, pistoletlarimiz original uyuva pistolet. Shampular baho berasa. Pauza qiling. Ana aktivniy kimyamizni sebab aktivniy kimyamizni chiqishini ko'rsatib beraman. Aktivniy kimyamiz oq rangda chiqadi, pena shampunimiz qizil rangda chiqadi. Aktivniy kimyo bu. Обычный vodani sepilishi 150 barga ishlaydi. Обычный vodaga chiqadigan davleniya ham yomon emas. Hozir turbo vodani bosib ko'rsatib beraman. Turbo voda. Shishamiz nano shampun moshini toza bo'lgandan keyin sepiladi, bleskni rangini ko'tarib berishi uchun. Bu ja unaqa quyuq bo'lmaydi nano shampun. O'zi shunaqa quyuq holatda bo'ladi. Nano shampunimiz mashinani bleskini yaltilatib, chiroyli qilib, rangni ko'tarish uchun yordam beradi. Buni ichida yog'li narsa bo'ladi. Ana nano shampunning o'z vazifasini bajarayotganligini, o'z reaksiyaga kirishayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Yaqin olib kelib ko'rsangiz. Bu mashina toza holatida sepiladi. Временный plyonka deb tushuntirsa ham bo'ladi buni. Keramika vazifasini bajarib beradi. Endi buni ustidan bitta vosk kimyosini sepib ko'rsatsak, buni ustidan vosk sepilsa effekti juda ham ta'sirli, ko'zga ko'rinadigan darajaga effekt beradi. Voskni sepib ko'rsatamiz endi. Voskni shuni ustidan sepamiz. Endi kimga qanday men shunaqa sepaman. Vosk chiqishni boshladi.
Bunga vosk kimyasini sepdik. Voskni nanoni ustidan sepdim. Просто endi mana o'zim uchun shunaqasi yaxshiroq. Kuzovga suvni turishi umuman bo'lmaydi. Keramika vazifasini aniq bajara bera oladi. Vaqtincha bo'lsa ham, mashina toza bo'lgandan keyin yaltilab, qop-qora turadi. Suv tushgan paytida ham yoki suvni haydagan paytida suvni tushib ketishi juda ham oson bo'ladi. Buni ustidan osmos suvini sepaman. Osmos suvi 100 barga bo'ladi. Işte bana sepilgan narsani katta davleniyada sepilmasligi kerak. Buni qaytib urib tushirmaslik uchun prosta ustidan shampuni tushirsak bo'ldi. Past bosimda sepib, ozgina shampularni tushirib olamiz. Prosta ustidagi shampuni tushirib bo'ldi buni. O'zlariz baho berasizlar, suvni tushib ketishi uchun sirazi boshqacha bo'lib o'zgardi. Haydagan paytga juda ham oson bo'ladi mashinadan suvni tushib ketishi. Boshlangan tayyor bo'ldi. Qaysi 7 ta funksiya bo'lsa, 7 ta funksiyani hammasini ishlatib ko'rdik. Mashinani holatiga o'zlariz baho berasizlar, hali artilmagan turibdi. Mashinadan chiqarib artgandan keyin xudo xolasa juda ham zo'r effekt bo'ladi. Qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib harakat qildik, obzor qilib berishga. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zlariz aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon nomer qoldiraman.